Aka, eshitilmadi, boshqatdan qaytarib yuboring. Qarang, aka, qizim oldimga chiqadi. O'sha payt sizga men po'pisa qilib, orqalaringizga urib tashlayman-da. Achka ushlashim kerak qizim oldida. $50 beraman, aka. Rozi bo'ling faqat. Ya, aka, u g'alati ish-ku. Ochiq turib qoldim. Meni mashinamga chiqib turib, o'zimdan o'zim qarab turibman, urishib ketaman. Yo'q, qarang. Men mashina u chiqqandan keyin siz qarshi qaraganday bo'lasiz. Men sizga baqirib tashlayman keyin. Nimaga qizimga qarayapsan? Bunaqa deb orqangizga urib, qarshi haqorat qilib tashlayman-da. Achka ushlagan bo'laman. Ya, aka, Yandex-tuni zakazini tushunmaydi, aka, u. G'alati. Aka, u. Nech pul beramangiz? $50. $50 kam, aka, 100 bering, xataba. Uni urmaysiz, aka, mayli baqir-chaqir qilib, rol o'ynaysiz bo'ladi, urmaysiz lekin. Yo'q, qizim oldi. Ko'proq achka ushlashim kerak edi, urubam, aka. Yo'q, aka, urmang, urish bo'lmaydi lekin, aka. Xataba $100 bering, mayli shu rol o'ynayveraman. Yo'q, $60 beraman, aka, uni qattiq urmayman. Uylanadigan qizingizmi chiqib? Achka ushlamasam bo'lmaydi-da. Uylanadigan qizingizmi chiqib? Shunaqa. Qarang, o'sha hozir ko'rsatilgan joyga borib uringman bo'lmasa? Ha, o'sha shart qo'ygan harakatda bo'ladi kerak. Bo'pti, hozir boraman.